Bu yerda hozir 100% tonirovka turibdi. Bu yerda bo'lsa qorasonsiz ashning tonirovka yo'q. Bu 100% ko'rasizlarmi? Rangi bor, tinu, hech qanaqa ortiqcha ranglar aralashmagan, jigarrang, ko'k, yana boshqacha ranglar. Hamma yoni qandoq bo'lsa o'zidek ko'rsatadi mana. Kunduz kuni bor yo'ligi bilinmaydi plyonkani. Sonsiz ashitalari ham bor yo'ligi bilinmaydi. Endi kechqurun to'g'ri ozgina cho'mniklashadi, lekin boshqa 100% plyonkalarga qaraganda men o'zim juda ko'pida yurib ko'rganman. Juda ko'p 100% plyonkalar bilan yonma-yon qo'yib buni solishtirganman. Rangi ancha och, lekin ko'pchilik o'ylayapti kechqurun ham 100% plyonka urdiraman, kechqurun ham oddiy oq oyna deb bo'lib turadi deb o'ylayapti. Unaqa plyonka hali ishlab chiqarilmagan. Cho'mniklashadi, to'g'ri, lekin misol uchun haydasanglar bo'ladi. Bir xil 100% plyonkalar bor, kechqurun yursangiz o'zingizni ko'rsatadi. Tashqarini umuman ko'rsatmaydi. O'zingiz bundan qarasangiz o'zingiz ko'rasiz. 3 kishi bo'lib haydab ketasiz mashinani. Bu unaqa plyonka emas, xudo xolasa yaxshi ko'rsatadi. Kunduzi bor yo'ligi umuman bilinmaydi. Kechqurun ozgina to'mnilashadi. Lekin rang-pang ortiqcha narxalari yo'q. Maza qilib yurasiz. 100% to'g'ri, o'zi любой qiynaydi. Yomg'irda kechqurun. Bu lekin ancha yaxshi. Men sizga qo'rqmasdan tavsiya bera olaman. Ishxonamizga keling, ko'ring shu plyonkani, yoqsa keyin urdirasiz. Tavsiya beraman mana. Qarang, yo'q deb turibdi. Ko'pchilik kamerada shunaqa ko'rsatadi deydi. Men o'zim mashina ichida o'tiribman, ko'ryapman mana.